Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Koordinator O'sh. Otajoningiz? Farruh Najmiddinov. Farruh. O'shdan bo'lasiz? Ha, O'shdan bo'laman. Biz Aravondan Do'stlik Sharbadan. Bizning Sharba Yujnida. To'lakonning bashi Yujnining bitgan jeri. Mashallah. Bugun qanday kun bo'ldi? Shular bilan tanishtiring bizni. Ko'ruvchilarimiz ham bir ko'rsin. yilda bir o'tkazib turgan выставкабыз bo'ldi. Buni bir yil kutamiz. Murunqi yil Qurshabda bo'lganlar. Endi Qurshabdan bugun Qashqarqishda Qarasuv rayonida bo'ldi. Buyursa keyingi yil bizning O'sh shahrida bo'ladi. Biz o'tkazamiz. Inshaalloh. Shu yaxshi endi bu yer baya ayol jeri bo'lgan uchun qizig'i ko'p bit barinda, qo'y bar uyinda o'ta sonda o'tadi. Endi Qurshabda ikkiga ko'paytdi desak-da bo'lar. O'tgan yilgidan bu yilgini solishtirganda odam ko'pmi, ozmi? 2 barobar ko'p. 2 barobar ko'p. Odamlarda qiziqishi Endi ikki xil nima bor? Bu yer sentri, bu yerda yashaganlarning sentri. Keyin bu yerdagilarning qiziqishi juda ham ko'proq edi. O'zingiz qo'y boqishda imini Arashanga qancha bo'ldi o'tganingizga? 2022-yili o'zim qo'y olib boshlaganman. 2019-yili birinchi выставкani ko'rib, Anvar Rustamovlarni qarab yurib, qiziqib, utopiya deb o'ylab yurib, keyin necha yil ikkilangansiz? 3 yil. 3 yil ikkilangansiz. Qanday qilib, nechta qo'ydan boshladingiz? Qanaqa qilib qo'ylar bilan bir tanishtirsangiz yaxshi bo'lardi bizga. $4200 ga 5 bosh olganman. Shunday boshlaganmiz. O'sha paytlarda ham narxlar yaxshi edi ekan unda. Yaxshi edi. Endi Ushastikni bolasini olganman. Keminda chempion bo'lgan. Keyin uni Jaguar degan qizlarini olganman. Shulardan boshladik. Endi men unda u mahalda Turkiyada turib olganman uzoqdan. Endi bu yoqqa kelib, o'sha вообще boshqa narsa-da o'sha. Mashalloh. Jonni ko'rib olish, jonni ko'rib ish qilish juda ham boshqa narsa. To'g'ri. Gruppalardan olishni maslahat berasizmi yoki ko'rib olishni maslahat berasizmi? Endi imkon bo'lsa har doim ko'rib ushab olish. Sababi misol uchun bo'yiga qiziqib turib, matkasi buzuq soliq olib qolishi mumkin. Bari bir joyda sotadi-da, nima sotadi? Narxi sotadi. Hech kim katta uzun narsani arzonga bermaydi. Misol uchun. Misol qo'ralarga kirganingizda yaxshi narsa qimmat bo'ladi-yu. Bu qo'rada sizga qarab turib, bundayrog'ini sal o'sishi mumkin bo'lgan kichikroq hovuzlarda olsa yaxshi. Narxlarni Bishkek, Qorabolta, boshqa yerlarga solishtirmali, bizni O'shda, Qorasuvda bu yoqda arzonmi yo bizda ham qimmat bo'lyaptimi? Endi bizda hozir bozorda ko'p ham bilishmaydi. Misol internetda ko'rgan baholarni o'zinikiga solishtirib, ana shu narsani aytishi mumkin. Misolda. Endi 30 mingdan 50-60 minggacha olgan narsalarni hech qachon 2000 desiz hech kim olmaydi-da. Bu solishtirilganda albatta haligi bir xil narsani